Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Bu dunyodagi eng qimmat so'z koshkidir. Chunki badalni pul bilan emas, umr bilan to'laysan. Nasihatdan dars olmasangiz, musibatdan dars olasiz. Agar ortimizdan aytilgan gaplar to'g'ri bo'lganda edi, ularni qarshimizda ham aytgan bo'lishardi. Agar ayol kishi rostdan seniki bo'lishni istasang, uni qo'llariga kishan emas, qanot taq. Ucha oladigan imkoniyati bo'lganda ham oldingdan ketmasa, u senikidir. Kimga maza qildingiz va bizni qayerda kuzatyapsiz? Shu ikkita savolimizga javoblar yozsangiz xursand bo'lardik.